Армысыздар, құрметті спорт жанкүйерлері. Бүгін біздің Бек спорт арнасында ерекше сұхбат болмақ. Өйткені Өзбекстанның атақты комментаторы Қайролла Хамидовпен әңгімелесеміз. Жақында ғана Катарда өткен Азия кубогына барып комментаторлық еткен, матч жүргізген комментатордың өз айтары бар. Сұхбат барысында Қайролла Хамидовпен Өзбекстан футболы жайлы, жалпы Қазақстан спортына деген көзқарасы әңгіме болмақ. Ендеше кеттік, алдымен каналға жазылып, қоңырау шануды басуды ұмытпаңыздар. Қайролла ака, алдымен сұхбатқа келіскеніңізге рахмет айтамыз. Қазақ пен өзбек бауырлас ел, сондықтан журналистерінің арасында да ынтымақ бірлік болғанын қалаймыз. Сізге тағы да алғысымызды айтып отырып, сұрақтарымызды бастай берейік. Алғашқы сауал, жақында өзіңіз Катарда өткен Азия кубогына барып келген екенсіз. Осы Қазақстаннан да Өзбекстанға қаншама ел жанкүйерлік етті, олардың арасында біз де бармыз. Жалпы осы Катарда өткен Азия кубогы көңіліңізден шықты ма, сол туралы айтсаңыз? Albatta, Qatarda yaqinda jahon chempionati o'tgani bois, Osiyo chempionati ham juda yuqori saviyada o'tishi aniq edi. Translyatsiya tomonidan, stadionlarning tayyorgarligi tomonidan bu 5 bahoga bemalol tortadi. Endi turnirni o'zida Qatar terma jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda agar ozgina bir dilxiralikni kuzatmaganimizda, o'sha jahon chempionatida his qilgan tuyg'ularimizni his qilardik. Ozgina mana shuni masala ranjitdi. Ayniqsa Eron terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvdagi Eron futbolchilarining xatti-harakati ko'pchilikda shubha uyg'otdi va final Iordaniya, ajoyib Iordaniya, lekin hakam tomonidan 3 ta penalti belgilanishi, bittasi shubhali, juda varning u yerda noto'g'ri pozitsiya tanlagani ko'pchilikni ranjitdi. Qatar terma jamoasi ikkinchi marotaba qatorasiga chempion bo'lyapti. Birlashgan Arab Amirliklarida yaxshiroq o'ynagandi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Qatar yorqin xotiralar qoldirgan edi. Bunisi balkim uzun qo'llar yordam berganini his qilayotgan Qatar futbolchilari o'z potensiallarini ko'rsata olishmagandir. Faqat shu narsa odamning dilini xira qildi. Qolgan masalada Qatar super. Endi o'sha Азия кубогында O'zbekiston quramasi ширек finalda болашақ чемпион Катардан penalti seriyasida жеңілді. Jigitlar o'sha futbol lotereyasına dayım bo'lmadi ma, ne жетіспеді? To'g'ri, O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuv, ayniqsa oxirgi o'yin penaltilar seriyasi nafaqat o'zbekistonliklarni, balkim atrofimizda ham ranjitgani turgan gap. Endi penaltilar seriyasi. Odil Hamrobekov o'yindan keyin agar intervyusida biz penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rmagandik demaganida hech kim bilmasdi, ruhiy holat bilan bog'lab ketishardi. Ammo Odil aytib qo'ydi bu narsani, keyin boshqa futbolchilar tasdiqlashdi, shundan keyin tanqidlar yog'ildi. Penaltilar seriyasini qanday qilib play-offda ishlamaslik mumkin? Srechka Katanesga bu juda katta savol. Bu hatto Tailand terma jamoasi bilan ham penaltilar seriyasigacha borishi mumkin edi. Unda ham yutqizishimiz mumkin ekan. Shuning uchun play-offda penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rmaydigan jamoa finalgacha bormagani to'g'ri ham o'zi adolatdan bo'ldi. Boshqa variant yo'q. O'zbekiston xalqi жалпы осы жеңілісті қалай қабылдады? Чемпионаттың алдында federatsiya qanday maqsad qo'ygan edi? O'zbekiston ahli bu natijani turlicha qabul qildi. Kimdir O'zbekiston terma jamoasi birorta uchrashuvda yutqazmadi dedi va oqlov topdi bunga. Lekin ko'pchilik sezildi, o'sha penaltilar seriyasidagi futbolchilarning xatti-harakatidan norozi bo'lishdi. Buni qilmaslik kerak edi. Ya'ni o'yin davomida Qatardan yaxshiroq o'ynadik, lekin men yaxshi o'ynaganimiz bilan gol ura olmaganimizdan keyin penaltilar seriyasida tartib bilan futbolchilar tepish kerak edi. Chempionatdan oldin o'zim ham ko'p taxminlarda qatnashganman, turli saytlar suhbat uyushtirganda, ana shunda yarim final edi. Asosiy yetib borishimiz mumkin bo'lgan va u yerda baribir Osiyoning o'ta top jamoalardan biriga qarshi tushardik. Meni taxminimda Eron edi va Qatardan o'tganda Eron bilan tushardi. Shunaqa ketayotgan edi. Ikkinchi o'rinni olishimiz deyarli ko'pchilik tomonidan taxmin qilingandi guruhda. Ikkinchi o'rinni olib chiqadigan bo'lsak, baribir chorak finalda Qatarga to'qnash kelardik. Qatardan ko'p ehtimol o'tardik deb o'ylagandik. Real voqelikka baho beradigan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi yarim finalga yetib borishi ham katta natija bo'lardi. Ba'zi muxlislar aytishlari mumkin, yo'q, terma jamoamiz oxirigacha borishi kerak, nimaga finalda o'ylamaysiz? Umid qilish boshqa narsa, lekin bor voqelikni baholash boshqa narsa. Shuning uchun biz 2011-yili
Avstraliya terma jamoasiga 0-6 hisobida yutqazgan musobaqamizda, aynan Qatarda o'tkazilgan musobaqada 4-likka kirganmiz. Eng zo'r natijamiz 4-lik. Shuning uchun 4-likni maqsad qilib borgan terma jamoamiz desak ham bo'laveradi. Tағы bir qiziqtirатын сұрақ, O'zbekistonning hozirgi жұлдызы, komanda kapitani Eldor Shomurodov осы Азия кубогына қатыса алмады. Біздің естуімізше жарақат алды дейді. Қазіргі Eldorдың жағдайы қалай? Сол туралы айта кетсеңіз. Endi Eldor Shomurodovga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Eldor nafaqat O'zbekiston terma jamoasining asosiy futbolchisi, balki Srechka Katanis kelgandan keyin Eldorning atrofiga o'zining o'yin uslubini qurgan edi. Eron bilan kechgan uchrashuvda bu yaqqol o'z ta'sirini topdi. Birinchi bo'limda 0-2 terma jamoamiz darvozasiga 2ta zarba yo'llandi, 2ta gol va Eldor sof hujumchi ampluasidan qanotga o'tdi. Chalg'ituvchi futbolchiga aylandi, aldamchi futbolchiga aylandi va uning pozitsiyasini almashtirishi natijasida Eron terma jamoasi himoyachilarida va qanaqadir tushmovchiliklar paydo bo'ldi, sarosima paydo bo'ldi va oqibatda 2-3 marotaba Az Turg'unboyevda imkoniyat bo'ldi, Oston O'runovda imkoniyat bo'ldi, Oston ikkita vaziyat, Otabek Shukurovda ham imkoniyat bo'ldi va oxiri terma jamoamiz o'zining gollarini urib ketdi. Oston O'runov chiroyli gol urdi va Sergeyevning goli alohida san'at asari. Shu boisdan ham ming sof hujumchi bo'lib o'ynaganda ham Eldor Shomurodov ikkinchi bo'limda jamoa uslubini o'zgartirish uchun ham Srechka Katanisning uslubida aynan eng muhim futbolchi edi. Va musobaqadan bir oy oldin Eldorning va shu tarkibdan chiqib qolishi har qanaqa muammo tug'diradi. Shu boisdan ham juda ko'pchilik O'zbekiston terma jamoasini tanqid qilayotganda mana shu detalni esdan chiqarmayapti. Ya'ni Eldorsiz shunchalikka bordi. Eldorsiz va musobaqa davomida 5-6 ta futbolchini safdan chiqib ketishi ham terma jamoamizda deyarli o'sha Qatar bilan o'ynaganimizda ikkinchi tarkib bilan o'ynashga majbur qildi. Mana shularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, o'zi terma jamoamizning natijasidan nisbatan qoniqish hosil qilsa bo'ladi. Осы күні O'zbekiston futbolchilari Yevropaga, Turkiyaga, Rossiyaga ko'plab ketib жатыр. Misolga Qusanov, Lamsda жүр. Tағы bir futbolchilaringiz Kayserisporda, Sivassporda жүр. CSKA'da da Fayzullayev сияқты жас жұлдыздарыңыз бар. Қазіргі Өзбекстан футболшыларының шетелге көптеп кетуінің сыры неде? Осының артында қандай құпия тұр? Сол туралы айта кетсеңіз. O'zbek futbolchilarining juda ko'p chetga chiqayotganiga asosiy sabab albatta agentlarning faoliyati desak to'g'ri bo'ladi. Ochig'ini tan olishimiz kerak, oldingi davrda agentlar uncha faollik ko'rsatishmaganda futbolchilarning ketishi qiyin bo'lardi va juda tabiiy bo'lardi. Juda haddan tashqari ajralib chiqadigan Genrix Qosimov va keyin uni Rossiya klublaridan biri jalb etib turib o'sha yerda ham o'zini ko'rsatardi. Keyin Yevropaga ketsa, hozir esa mayli yetakchi futbolchilarimiz bor. Misol uchun Masharifni aniq bilamiz, kattaroq jamoaga boradigan bo'lsa, bu loyiq deymiz. Yoki Eldor Shomurodovni etap Italiyaga borib qolganligini ham tushunishimiz mumkin. Ya'ni agentlarning aralashuvi bo'lmasa ham bu futbolchilar o'sishi mumkin edi. Lekin mana hozir ko'ryapmiz, Lens jamoasida Abduqodir Husanov o'ynayapti. Men shu yigit Lensga bormaguniga qadar Belarus chempionatida o'ynayotganda ochig'ini tan olaman, O'zbekiston aholisi unaqa juda yaxshi tanimasdi. U o'sha yerda tarbiya topdi, o'sha yerda ulg'aydi, o'sha yerda tizimli futbol ko'rganda va Lensga transfer qilindi. O'sha Lensga transfer qilinayotgan paytda agentlar yaxshi ishlashdi deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda futbolchilarning atrofidagi insonlar futbolni chuqur tushunadigan bo'lishsa, futbolchi qayerga ketsa yaxshi bo'ladi. Futbolchi uchun ham, o'zlari uchun ham, hamma uchun yaxshi bo'lishini hisob-kitob qilishyapti. Shu tomondan ham agentlarning ta'siri o'zbek futbolchilarini, talantli futbolchilarni dunyoga ochib qo'ydi. Dunyoga talantli futbolchilar bilan birgalikda agent yaxshi ishlab bergan o'rtacha futbolchilarimiz ham ketishyapti. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Lekin oxirgi transferlarga albatta Osiyo chempionati ta'sir qildi. Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasining ba'zi futbolchilari alohida bir ko'rinishda, ularning ichida Az Turg'unboyevni e'tirof etsak bo'ladi. Endi Fayzullayev bu fenomen, Fayzullayev bu Eldor Shomurodovdan keyingi asosiy yulduzimiz. Shu boisdan ham u Osiyo chempionatidan keyin narxini oshirib olgandir. Ammo Osiyo chempionatidan oldin CSKA ketgan edi va CSKA ketishidan oldin
O'zbekiston chempionatida ham Paxtakor ishtirokidagi o'yinlarda ham yaqqol ajralib turgan edi. Shuning uchun o'zbek futbolida bir talantlar avlodi yetishib chiqdi demagan bo'lardim. Bu yerda dunyoga ochilganimiz, ochiqligimiz va agentlarning ajoyib faoliyati ta'sir o'tkazyapti deb o'ylayman. Өзге елдегі спорт журналистерінің, әріптестерінің Қазақстан спортына деген, Қазақстан футболына деген пікірі де бізге қызық. Жалпы Қазақстан футболын, Қазақстан спортын қарап тұрасыз ба? Қандай көзқарастасыз? Qozog'iston klublarini, misol uchun Yevropa ligasi doirasida, konferensiyalar ligasi doirasida qaysidir o'yinlarni ko'rish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Sharhlaganman ham ba'zi o'yinlarni. O'sha Manchester United bilan Ostona jamoasining o'yinini ko'rganmiz. Lekin ko'proq oxirgi payt Qozog'iston terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvlarni ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz, yoqyapti. Xuddi qozog'istonliklar O'zbekiston terma jamoasiga Osiyo chempionatida qanchalik muxlislik qilgan bo'lishsa, bizda ham mana shunaqa muxlislik bor. O'zbekiston terma jamoasi bilan nihoyat Qozog'iston terma jamoasi o'rtasida o'rtoqlik o'yinlari o'tkazildi. Bir tomondan achinaman, Qozog'iston terma jamoasi endi Qozog'iston ahli uchun ma'quldir UEFAga o'tgani. Men uchun O'zbekiston terma jamoasining rivojlanishi uchun Qozog'iston OFKda qolgani yaxshi bo'lardi. OFKda qolganida baribir qo'shnilar o'rtasidagi derbi bahslari juda qattiq bo'ladi-yu. Ana shu kurashlarning natijasida ikki terma jamoa o'sishi ham mumkin edi. Hozir mayli ikkita yo'ldamiz. Bu holatda Qozog'iston terma jamoasiga neytral mazza qilib xuddi o'zimizning diyordagi muxlislik qilishimiz mumkin. Ayniqsa Daniya terma jamoasi bilan kechgan uchrashuv va yangi murabbiyning jamoani o'zgartira olgani menimcha taktik tomondan juda o'zgarishlar yo'q-u. Qozog'iston terma jamoasining o'yinlarini ko'p ko'rganman va o'zim YouTube kanalimda ham ko'p tahlil qilaman. Qozog'istonlik vatandoshlarimiz juda ko'p o'zlarining izohlarini yozishadi, kommentlarda ko'raman-da. Qozog'iston terma jamoasi haqida gapiring deyishadi. Qozog'iston terma jamoasida ruhiyat o'zgargan. Qozog'iston terma jamoasida bilmadim, chechen millatiga mansub mutaxassis ishlayotganligi uchunmi, so'nggi daqiqalardagi comebacklarning asl sababi murabbiydan o'tgan DNK, futbolchilarning jasurligi, qo'rqmasligi va epizodlarni yakunlashi. Қазіргі Қазақстан футболшыларынан енді Бақтияр Зайнуддиновтың ойыны озық болып тұр. Ұлттық құраманың ең үздік сұрмергені атанды. Бұрындары ЦСКАда ойнаған футболшымыз қазір Түркияның Бешикташ клубында жүр. Сіздердің Елдор Шомуратовпен жақсы дос. Жалпы Бақтияр туралы білесіз бе? Ол туралы не ойлайсыз? Xuddi Eldor Shomurodov kabi bir paytlar Eldor bilan ham klub bo'lgan, jamoadosh bo'lgan Zaynuddinovning harakatlariga endi alohida ta'rif bildirib ketsak to'g'riroq bo'lardi. Ushbu futbolchi bugungi kunda Turkiya chempionatida ishtirok etyapti va bilinib turibdi, klass. Lekin men aynan lider futbolchilarni maqtamagan bo'lardim. Ko'proq o'sha lider futbolchilarga yordam berayotganlar ko'proq mehnat qilishyapti. Chunki ligada ham, saralash bahslarida ham Yevropaning juda kuchli va juda bosh og'riq bo'ladigan terma jamoalarga qarshi o'ynadi-da Qozog'iston terma jamoasi. Mana shu o'yinlarda jasorat ko'rsatish bu yetakchilar bilan bo'lmaydi, balki ko'proq qora mehnat qiladigan tayanch yarim himoyachilar va qanot futbolchilar bilan bo'ladi. Shuning uchun Qozog'iston terma jamoasiga ta'rif beradigan bo'lsam, men hozirgi kunda avlodlari bor-ku, bu avlodni misol uchun eng talantli deya olmayman, solishtira olmayman ham oldingi terma jamoalari bilan, lekin eng jasoratli terma jamoa degan bo'lardim. Бізді қызықтыратын тағы бір мәселе инфрақұрылым. Өзбекстандағы стадиондарға қатысты бір аңыз әңгімелер бар. 10 шақты стадион салды деп, бірақ кейіннен оның реконструкция екенін айтылып жатыр. Осыған қатысты айтсаңыз, нақтысы. Өзбекстанда қазір қанша жаңа стадион бар? O'zbekistondagi stadionlar haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'ri Osiyo chempionati musobaqasini o'tkazadigan darajada talabga javob beradigan stadionlar unchalik ko'p emas, lekin 2000-yillarda men O'zbekiston televideniyasida sujetlar qilgan paytim eng ko'p tanqid qiladigan narsamiz stadionlar edi, maysa edi. Juda ko'p gapirilardi. Bitta-ikkita yaxshi stadion bo'lardi. Ana shu stadiondan boshqa stadionlarda futbol o'ynab bo'lmasdi. Lekin shu davr bilan solishtiradigan bo'lsak, birdaniga 10-15 yilning ichida juda ko'p normal stadionlar qurildi. Har bir viloyatda o'zining jamoasi ishtirok etadigan yaxshi stadion bor.
endi boyagi darajada kecha Qatardagi o'yinlar kabi katta musobaqalarni qabul qila olmas, lekin infratuzilma asta-sekin mana shu bilan sekin-sekin rivojlanyapti. Katta mehmonxonalar va yo'l transportlarining yurishi yaxshilansa, umid qilsa bo'ladi, O'zbekistonda yaqin yillarda Osiyo chempionati turnirini o'tkazish mumkin. Endi yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatini o'tkazish mumkin. Men kattalar o'rtasidagi qit'a chempionatini nazarda tutyapman. Shu boisdan yomon emas, hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlar, farmonlar, har bir viloyatning futbolga bo'lgan e'tibori natijasida stadionlar yaxshilanib qoldi. Misol, o'zim sharhlayman. Sharhlagan paytim O'zbekiston chempionatini yaxshi kadrlarda ko'ryapmiz-da. Bunaqa zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin oldindagi sarg'ayib qolgan, to'kilib qolgan stadionlarda ko'rmayapmiz. Mana shuning o'zi odamga sal bo'lsa ham xursandchilik beradi. O'zbekistondagi bolalar және жасөспірімдер futbolda bizni qiziqtiradi. O'sha жағын aytib o'tsangiz, O'zbekiston o'sha bolalar futbolini qalay damытып жатыр? Bolalar futboli nafaqat O'zbekistonda, balki MDH davlatlarida ham o'xshash tarzda davom etyapti deb o'ylayman. Ya'ni zo'r emas. Bizda juda ko'p talantlar bor. Eldor Shomurodov qayerdandir porlab chiqib qolishi mumkin yoki Fayzullayev porlab chiqib qolishi mumkin. Hozir ham chiqyapti juda ko'p futbolchilar. Bu futbolchilarning chiqishiga sabab bolalar futbolining zo'rligi emas. Bolalar futbolidagi industriya yo'lga qo'yilganligidan emas. Chunki juda ko'p akademiyalarga qaraydigan bo'lsak, hozir unaqa zo'r holatda emas. Faqatgina xususiy tomoni rivojlanayotgani xursand qilyapti. Odil Junior, Odil Ahmedov tomonidan ochilgan, yaqinda Ashurmatov Junior ham ochildi. Mana shunaqa xususiy akademiyalarning chiqishi albatta sifatni oshiradi. Futbolchilarni, talantli futbolchilarni qadrlashga olib keladi. Shu tomon endi bu yoqqa yaxshilansa kerak. Lekin mana bu chiqib kelayotgan talantlar aslida o'zbek millatining futbolga bo'lgan e'tibori natijasida chiqib keladi. Bizda futbolni haddan tashqari yaxshi ko'rishadi. Haddan tashqari yaxshi ko'radigan millatda deyarli 10 ta boladan 9 tasi futbolga qatnashadi, futbolga boradi. Buning oqibatida bitta talantlisi Otabek Shukurov bo'lib chiqishi mumkin, Eldor Shomurodov bo'lib chiqishi mumkin. Gap akademiyalarning zo'r ishlayotganligida emas, O'zbekiston terma jamoasi tarkibi yaxshi bo'lib qolgani, balki millatni haddan tashqari futbolni yaxshi ko'rishdi. Endi o'zingizda kommentatorsiz, so'ndықтан Qozog'istonda sport jurnalistlarмен, kommentatorlarмен байланысыңыз қалай, kimlarмен сөйлесіп turasiz, taniydilaringiz bormi? Shu kunlarda oxirgi payt Angliya Premyer Ligasini Setanta O'zbekiston hududidagi translyatsiyasini sotib olgan. Ana shunda qozog'istonlik hamkasblarimiz ishlashadi. Qozog'istonlik sharhlovchilarni Setantada ko'p kuzataman. Qozog'istondan turib sharhlayotgan sharhlovchilarga yaxshi baho qo'ygan bo'lardim. Ko'plar ruscha sharhlashadi, ishlari zo'r. Ya'ni Okko bilan hattoki tortish darajasiga yetib borishyapti. Ba'zi sharhlovchilarda, misol uchun bir jamoaga nisbatan juda yon bosish bor deb o'ylashadi-yu. Men o'zim sharhlovchi bo'lganim boisdan unaqa emas deb o'ylayman, balki muxlisga shunaqa tuyuladi. Shuning uchun qozog'istonlik jurnalistlardan asosan qozog'istonlik futbol sharhlovchilarini kuzataman. Ularni Setanta orqali katta podkastlarini tomosha qilaman. Sifat zo'r va borgan sari rivojlanib boryapti. Omad tilayman. O'zingiz futbol kommentatori bo'lsangiz-da bir so'ray ketaylik. Өйткені Qozog'iston мен O'zbekiston boksdan ulkan державалар sanaladi. Boksga деген көзқарасыңыз qanday? Qozog'istonning bokschilarining, O'zbekistonning bokschilarining жетістіктерін qarab turasiz ба? Endi to'g'risini aytaman, boksga umuman qiziqmayman. Futboldan boshqa sport turlarini sharhlamayman ham. Va ba'zi sport turlarini umuman ko'rmayman ham. Ana shu ko'rmaydigan sport turlaridan biri boks, o'sha yakka kurashlar, insonni qoni to'kilishi mumkin bo'lgan sport turlarini uncha xushlamayman. Mayli kimdir tomosha qilar, lekin unga nisbatan qarshiligim yo'q. O'zim ichimdan tomosha qila olmayman. Ammo O'zbekiston hamda Qozog'iston bokschilari o'rtasidagi kurashlarda, boks kurashlarida ko'pincha o'rtaga tushib qolgan joylarim bo'lgan. O'sha Osiyo o'yinlarida, Indoneziyada o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida qozog'istonlik hamkasblarimiz, sport jurnalistlari kelib turib, ozgina taxminlarni so'rashgan. Biz endi muxlis bo'lib borganmizda, muxlislik qilganmiz. U yerda O'zbekiston terma jamoasi bokschilari juda zo'r natijalar qayd etilgan. Mana shu masalada Qozog'iston boksi bilan O'zbekiston boksi
Osiyoda to'qnash kelayotganligi boisdan mana shunaqa kurash borda. Shuni endi futbolga ko'chiradigan bo'lsak, afsuski bu kurashni ko'ra olmaymiz. Boksdan mana shu hikmatni chiqaryapman-da. Boks bahslarida. Futbolda ham agarda Qozog'iston Osiyoda qolganida hozir ajoyib derbilarni ko'rgan bo'lardik. Endi O'zbekistonning Yevropaga borish imkonsiz, UEFAga o'tish imkonsiz. Shuning uchun hali ham o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Osiyoga qaytiladigan bo'lsa, Osiyoda birinchidan o'sha kuchli 4 taga kirib turib jahon chempionatida yo'llanmasini qo'lga kiritish osonroq deb o'ylayman. Qozog'iston terma jamoasi uchun ham va O'zbekiston bilan o'sha Qayrat hamda Paxtakor o'rtasidagi dahshatli derbilarning davomini ham yuzaga keltirish mumkin bo'lardi. Aytarlarim shu, salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Do'stlarimizga rahmat mana shu intervyuni uyushtirganlar uchun. Құрметті көрермен, сұхбатымыз осымен аяқталды. Алдағы уақытта тағы кімдерді көргілеріңіз келеді, арнамыздан өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар, қоңырау шағын басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.